Vau, mashinani qara, kattaligini, dahshat. Qara, qalaysan? Pulli bo'lsa, yangi ishlar. Shopir bo'lib ishga kirdingmi? Yo'q, bu mashinani oldim. Ha, oldin? Ha. 10 ming berib oldingmi? Qolganini 5 yil yuzvorishga. Yo'q, variant emas. Ha, bo'ldi. Avtokredit qilgansan. 30% to'lab qolganini yuzvorishga? Yo'q, shu naqdga oldim, shuni shitirga oldim, bolalar. Naqdga? Ha. Naqdga oldim. Men bolalar shashib turdim. Sizlarga nasib qilsa inon shunaqa mashina. Gaplashamiz, yigitlar. Qanday naqdga oladi bu? Oladimi edi? Voy, jigarimni tezlab ushlab qoling. Voy, madoridan aytib Voy, qani oladimi? Aka, tabriklaymiz. Yaqin guruhda uylarish bitdi. Bemalol kirishingiz mumkin. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Rahmat. G'ara? Ha, Nima bu? ha, uy oldim yangi. Ha, subsidiyaga 20 yil yuzvorishga olganmi? Yo'q, naqqa oldim. Shuni shitir sanab. Ishda sanab deyapti bu. Ha, shashib turdim, bolalar. Naqqa uyolarmi bu? U naqqa uyolanmaydi aka. To'mi. Sahrim o'xsha. Voy, doridan. Voy aka. Bu toshni qamaradi. Yaxshi joy Mirxon aka. Ha, nima joy. Ko'tabat shimil oldi degan. Ha, yigitlar, chiqibsizlar. Men peshanamdan chiqaveramiz. Bugun 4-marta emas, 3-marta chiqishing. 4-ni o'ldiribman. Ishlaymi, nima yursizlar? Men o'g'lim ingliz tiliga gaplashgani keldim, mana yerga kursga. Maqtashyapti. Yangi bozorda yangi ochildi Mumtoz 2-etajda deb. Bor ekan sharoitlarni, qani aka? Ayni qo'ldan kelgancha men qilib oldik endi. Ha, sen qildingmi bu? Ha. Qo'lingdan ochish kelib qopti, remontni zo'r qilar ekan. Yo'q, mana shu yerda men o'zim ochdim men mashina. Qachongacha bolalar Toshkentda ingliz tilini o'rganadi? Toshkentdagi eng kuchli bo'lgan o'sha o'quv markazlaridan biri, International o'quv markazini shu Andijonda filial qilib olib keldik mana Mumtozga mana. Aldayapti. Sen yaqinda qamalasan bola ko'zingni och. Men qamalaman. Otinaverishdi. Kredit olgansan sen. To'g'rimi? Yo'q. Domda kredit olib 20 yilga subsidiya qilib olgansan. Endi men ham 300 million olgandirsan. Uni qo'yib tur, sen o'g'ling ingliz tilini o'rgatmoqchimisan? Bu yerda Britaniya tizimi asosida Oxford universitetlarini press tizimi asosida ingliz tili o'rgatiladi. Men qayerga yursang? International boshqa o'quv markazlaridan farqi, ikkinchi avlod ta'limni ingliz tilini gibrid shaklda o'rganadi. Ha, bo'ldi, gibridni bilaman. To'kka ham, benzinga ham ketaveradi. Qara jinnisan sen. Bu gibrid ta'lim degani endi daftar uchga kerak emas. Telefonda o'zida bajaradi, sun'iy intellekt ustozi bo'ladi, o'rnida to'g'ri, noto'g'ri javoblarni aytib turadi degan. Shularni ham sen o'ylaganmisan? O'zim. Bu yerda IELTS 9 hamda CELTA sertifikatiga ega bo'lgan ustozlar o'quvchilarga dars beradi. Endi bulardan oddiy bolalar chiqmaydi, shuni bilib qo'yinglar. CELTA sertifikati bor degani inglizlar o'ziga ingliz tilida dars beradi degani. Bu qachon odam bo'lib qoldi bu? 11-sinfda ham bundoq chet tili biladi. Bu yerda bitta o'quvchiga 3 ta ustoz dars beradi. Tushunyapsan? Bundan tashqari Internationalda bu o'zimiz o'ylab chiqqan dasturimiz bor. Buni nomi IELTS X hisoblanadi. Buni IELTSdan 9 bor hamda CELTA sertifikatiga ega bo'lgan katta professorlar tomonidan o'ylab chiqib tuzilgan bu narsa. Ana professorlarga ham sen oylik to'layapsanmi? Ha, o'zim. Yo'q. Ha. Ilhom aka, Ilhom aka, Ilhom aka, ko'z oching jon aka. Ilhom aka, o'zing keling jon aka. Tur, hammasi yaxshi bo'ladi, mushkulim, hammasi yaxshi aka. Doktor nima bo'ldi? Yaxshi ma'lumotmi? Bemor saqlab qololmadik. Harakatlar qilaveringlar. Ilhom aka. Düşümden uçmuş yani derinden. To'xtang. Kafamdan Ilhom? Nima o'lib olding sen? Oshna, ana olgan mashina variant edi. 10 ming dollar berib qo'ygan variant olganman. Ana u uyda ham 20 yilga subsidiyaga kredit qilib oldim. Ana o'quv markazidan o'zim ochmadim. Uni reklamasiga bordim prosta. Uncha pulim yo'q meni, hammasi variant kredit jon oshna. Anami? Ha, rostdan oshna, men shuncha pul qada olaman, variant kredit hammasi. Senga prosta hazillashuvdim. Xudoga shukur, o'zim ham o'yladim. Men qara, men bilan hazillashmagan keyin safarosdan o'lib qolishi mumkin bo'ptimi? Bo'pti.